Muhabbat Tojikistondan, Dushanbedan, lekin shunaqa Noildan. Assalomu alaykum. Men Saudiya Muhabbat, Tojikistondanman. Siluet akademiyadagi yo'lim shunchaki kurs emas, men uchun yangi dunyoning boshlanishi bo'ldi. Men bu sohani noldan boshladim. Ba'zan qiynaldim, ba'zan mashq qildim, lekin har bir darsda, har bir detalda o'zimni ko'ra boshladim. Bugun esa yaratgan liboslarimga qarab, o'zimdagi o'sishni his qilaman. Siluet menga faqat tikishni emas, dizayner bo'lishni o'rgatdi. Lekin eng katta rahmatim Noila Usmonova ustozimga. U kishi menga birinchi kundan ishondi. Har bir xatoyimni sevgi bilan to'g'riladi. Har bir yutug'imni o'zinikidek quvonib kutdi. Bu yer menga nafaqat tikishni, balki o'zimga ishonishni ham o'rgatdi. Siluet klubga men o'zimni butunlay boshqacha darajada topdim. Qo'llab-quvvatlash, muhabbat, ijodiy muhit hammasi meni o'stirdi. Agar bugun men o'z kolleksiyamni namoyish qilayotgan bo'lsam, bu Noila ustozimning mehrlari, sabr-toqatlari va har bir darsimga bergan kuchlaridir. Siluet menga yo'l berdi. Noila Usmonova ustozim orzularim tomon menga qanot berdi.